YouTube kanalimga video qo'ymaganimga ham ancha bo'libdi va buni o'ziga yarasha sabablari bor. Eng katta sabablari esa mana shu. Ko'pchilik obuna bo'lmasdan kuzatgani uchun biroz motivatsiyam tushib ketdi. No, mayli, buni to'g'rilashda iloji bor. Hozirroq hamma kanalga obuna bo'lib, ko'rayotgan videosiga like bosin. Men esa bundanda ajoyib va qiziqarli videolar chiqarishga va'da beraman. Va biz bugungi videoda sizlar yoqtirgan o'sha horror videoni olamiz. Tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshladik. Gigant Steve. Bu Stevening ulkan va yovuz qarindoshi, lekin u hech qachon rasmiy versiyada bo'lmagan. O'yinchilar uni faqat maxsus setda yoki buzilgan fayllarda ko'rishgan. U qayerda yashaydi? Gigant Steve uchun maxsus set. Bu setda o'ynasangiz sizni uzoq o'rmonlar va tog'lar ortidan 12 blok balandlikdagi sirli shakl kuzatib turganini ko'rishingiz mumkin. Faqat pamperslarni taqib olinglar. Ba'zi o'yinchilarning aytishi bo'yicha u chuqur g'orlarda yuradi va uning har bir qadamiga yer lahzaga keladi. Balki u Gigant Alexni qidirib yurgandir. Bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? U faqat kuzatadi, lekin agar yaqinlashsangiz inventaringizdagi narsalar yo'qoladi yoki o'yin birdaniga to'xtab sizni o'yindan otib yuborishi mumkin. Ba'zilar uni ko'rganidan keyin Minecraftni qayta ocha olmagan. Mojang bu mavjudotni hech qachon tan olmagan, lekin nima uchun bu mavjudot haqida videolar juda ham ko'p. Keling, Gigant Steve bilan duch kelgan bir nechta o'yinchilarning videolarini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'yinchi yangi mirga setlarni kirgizayotgan edi va o'yinni ochib oldi. O'yinchi birdaniga survival qilishda davom etdi. U biroz rivojlanib, o'zi uchun boshlang'ich boshpana qurishni boshladi. Keyin u o'ziga yaqin joyda qishloq borligini payqab qoldi va qishloqqa ham mining qilish uchun keldi. Lekin xuddiki uning ortidan kimdir kuzatib yurgandek tuyulardi. O'yinchi qishloqdan uyiga qaytdi va uni uchratdi. U uzoqdan o'yinchini shunchaki kuzatib turardi va o'yinchiga vahima uyg'otar edi. Ertasi kuni esa u Gigant Steve'dan qochib g'or ichiga bekinib oldi. Lekin Gigant Steve uni baribir topdi. Undan astoydil qochishga harakat qilardi, lekin doim u orqasidan ta'qib qilib kelaverardi. O'yinchi qochaverib mana shunday chuqurlikka duch keldi. Menimcha bu o'yinchining ismi Farosat bo'lsa kerak. Ichiga tushib ketdi va u yana mana shunday kattagina g'orga duch keldi. Menimcha bu o'yinchi endi bundan qutula olmasa kerak. Qayerga borsa ham uni ortidan ta'qib qilib kelaverdi. O'yinchi nihoyat bir blok pampersni tugatdi va uni qarshisida qanday ajoyib hayot. O'yinchi o'z survivalni davom ettirayotgan edi va o'zi yoqtirgan uyini qurayotgan edi. Ikkinchi o'yinchimiz esa hikoyasi biroz boshqacharoq. O'yinchi resurs yig'ish maqsadida ekspeditsiyaga chiqqan edi, lekin u to'satdan mana bunday redstone'larga duch keladi va har tomonlama 2 blokdan qazilgan chuqur oyoq izlar xuddiki bu yerda katta maxluq yurib o'tgandek ko'rinardi. O'yinchi nihoyat uyga yetib kelganida qaysidir gigantdan tarqagan uyini yoqib ketgan edi. Bo'li, sizlarga ajoyib bitta kanalni tavsiya qilaman. Ayniqsa Skibidi tualet yo'nalishiga qiziqadiganlar uchun. Hozirroq kommentariy orqali kanallariga o'tib, obuna bo'ling va oxirgi videolariga kirib like bosing va kommentariyaga esa guruch so'zini yozib qoldiring. Har bitta yozilgan kommentariyani o'zim tekshiraman. Kanal silkasi описание va kommentariyada. Agar sizga ham reklama xizmati kerak bo'lsa, biz bilan bog'laning. Bedrock Enderman, ya'ni sizlarga tushuntirib aytadigan bo'lsam, yer tagida Bedrock yonida yuradigan Enderman, ya'ni la'natlangan qorong'u Enderman. Endermanlar doimo sirli va sokin bo'lishadi, lekin Bedrock Enderman bu boshqa. U oddiy Enderman emas, u o'lgan Endermanlarning qasoskor soyasi hisoblanadi. Bedrock Enderman faqat Bedrock versiyada, lekin odatiy yo'llar bilan emas, g'alati xatoliklar, buglar yoki mash'um datapaklar orqali chaqirilgan deyishadi.
Ko'rganlarning aytishi bo'yicha u End portalga noto'g'ri joylashtirilgan Ender Pearl'lar orqali keladi. U oddiy Endermandan cho'zilgan, o'ta qora tanasi bilan ajralib turadi. Uning ko'zlari esa oddiy binafsha emas, oq yoki qora va tez-tez miltiraydi. U harakatlanmaydi, lekin bir zumda yoningizda paydo bo'lishi mumkin. Ba'zida esa sizning ortingizdan shafqatsiz quvlashi mumkin. Deadrock Enderman sizga zarba bermaydi. U faqat kuzatadi, lekin bir necha daqiqadan so'ng ekranda piksellar buziladi, ekran yaltiraydi va o'yin muzlaydi. Ko'pchilik o'yinchilar uni ko'rganidan keyin dunyosi o'chgani yoki kompyuteri ishdan chiqqanini da'vo qilishgan. Deadrock Enderman faqat tunda, yomg'irda yoki serverda yolg'iz qolganingizda, g'or ichida yurganingizda sizni kuzatadi va sizni qo'rqitishga harakat qiladi. Mojang kompaniyasi bu mavjudotni ham aslo tan olmaydi. Shunchaki buni afsonaviy mif deb ta'riflaydi. Balki afsonadir, balki haqiqat, lekin u bilan uchrashishni sizga aslo maslahat bermayman. Deadrock Enderman haqida aniq faktlar va ma'lumotlar menda juda ham kam. Shuning uchun bu mavjudot haqida ortiqcha gapirmayman. Videoni aynan shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat. Ana endi videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Ushbu videoga ham 200 tadan ko'p like qilib beringlar va bundan-da ajoyib video chiqarishga va'da beraman. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.